Jump rope sport turi tobora ko'proq yoshlar orasida ommalashib borayotgan zamonaviy va dinamik sport yo'nalishlaridan biridir. Jismoniy tayyorgarlik, chaqqonlik va koordinatsiyani rivojlantiruvchi ushbu sport turi bugun O'zbekistonda ham o'z muxlislariga ega bo'lmoqda. Shu kunlarda Toshkent shahrida ilk bor jump rope bo'yicha universitetlar o'rtasida Toshkent shahar hokimi kubogi uchun musobaqa bo'lib o'tdi. Bellashuvlar Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mezbonligida tashkil etildi. Musobaqada poytaxtimizdagi 20 ta oliy ta'lim muassasasidan 200 nafardan ortiq talaba ishtirok etdi. Musobaqa 30 soniyalik tezlikda sakrash yo'nalishi bo'yicha 8 xil intizomda o'tkazildi. Kunning birinchi yarmida yakka tartibda erkaklar va ayollar bellashuvi o'tkazilgan bo'lsa, kunning ikkinchi yarmida esa erkaklar, ayollar va aralash juftliklar musobaqalari hamda jamoaviy bahslar o'tkazildi. Jamoaviy bahslarda 4 ta erkak va 4 ta ayol hamda aralash jamoalar bo'lib bellashdilar. Talabalar o'rtasida bo'lib o'tgan ushbu bahslar nafaqat sport yutuqlari, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlar orasida jismoniy faollikni kuchaytirish, do'stlik va raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qildi. Bugungi kunda jump rope sport turi butun dunyo bo'ylab millionlab yoshlar va bolalar orasida keng tarqalgan. O'zbekistonda ham bu yo'nalish bo'yicha ilk qadamlar tashlanmoqda. Toshkentda o'tkazilgan ushbu musobaqa sportning yangi yo'nalishiga qiziqishni yanada oshirib, yosh avlod orasida sog'lom hayot tarzini keng targ'ib qilishga xizmat qiladi. Tashkilotchilar bu kabi musobaqalarni muntazam o'tkazishni rejalashtirgan bo'lib, kelajakda ushbu sport turi bo'yicha xalqaro musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatlari yaratilishi kutilmoqda. Natijalar haqida keyingi dasturlarimizda xabar berib boramiz.